Endi 7 aka-ukamiz. Baronimizni saylasak bo'ladi. Agar o'zi ham qabul qilsa, bizning boshimiz baronimiz Po'lat Alamdardir. Bajonidil qo'llayman. Xursand bo'ldim. Chunki Po'lat Alamdar bu mas'uliyatni hammamizni ko'magimizda o'z bo'yniga oladi. Oldindan menga ko'rsatilgan e'tibor uchun rahmat. Men bugungacha hech narsaga talabdor bo'lmadim. Ammo har qanday mas'uliyatni olishdan ham qochmadim. Agar sizlar bir ovozdan hammangiz birodarlarim sifatida meni saylasangiz, bu vazifani bo'ynimga olishdan mamnun bo'laman. Ammo biringizning qarshi chiqishi yoki betaraf qolishi bunday vazifani qabul qilmasligimni bildiradi. Bu taqdirda men ham sizni baronimiz bo'lishingizni qabul qilganman. Men bugungacha o'zim uchun hech narsa so'ramadim. Ko'ryapmanki, bugun hamma menga o'xshab barchamiz uchun eng yaxshisini istayapti. Buyuk baronimizni kursisiga taklif qilaman.